Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Termiz shahridagi Navro'z bayramiga yo'lga chiqdik. Va imkon darajasida sizlarga chiroyli, yorqin kadrlarda yoritib berishga harakat qilamiz azizlar. Sizlardan esa qo'llab turish xolos. Sog' omon bo'ling. Bizlar Termiz shahriga ham yetib keldik. Hozir bayram tomon yo'l olyapmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kesem mayıl bulup ağacan usta şagirdlerden bugün bakşımı sözüp sorayı seni. Satkanına şirin bulsun, balalar yese tallı olsun. Yurtumga Navruz bahar keldi, bu to'ylaring og'ajonim qulli bo'lsin. Qizlaringa kashtadan qoli gelam to'qiban. Yegniga atraslarda jonxon. Kiyganiga qoshqog'i va suyingani. Navruz ayhomay Surxondaryo eliga qulli bo'lsin og'ajonim. Era. Termizda yel barma, şolday tekiz yol barma. O'zbekistonda do'stlarima zafarjonday bol barma ya. Oturib qoldim to'rga, sayyanib yashanib birga, intilib ziya nurga. Zafarjonim Navro'zda o'tirdi birga birga. Lastiklar pulli bo'lsin, kelinlar pulli bo'lsin, qo'ylari to'lli bo'lsin. Zafarjona aytayin, Navro'zim pulli bo'lsin.
Ay belen tolda kor bolsana, ay namus benden var bolsana. Ay zafer canım Özbekistan'da olmamıştay zor bolsana. Rahmat. Havada kesen her yaka, sayın ayıkadır hakka. Koşulay tekke tekke, Avruz geldi yurtumga her kadamdan berekeye. Rasul bakşı kuylayan, Bekzat bakşı aytayan. Gelecekte oylayan, Muhammed'im söyleyen. Acıget kızlar oynagana, sümelekler kaynagana, Navruz bayram mübarek. Bugün Navruz bayramda, domburalarım kuylandı. Surxandar ya yurtum var, cennetlerge aylandı. Osman öper banana, kırgan adam oylandı ya. Bir maydan yoşum aytayın, bugün Navruz bayramda ya, her xil qo'shiq kuylandı ya. Aytayotgan gaplarime telefonlarga yaylandı ya. Zaferdayin boyi var, Surxon elda uyi var, 80 mingta qo'yi var. Oynab o'tgan joyi var, nasib bo'lsa borayiga, Zafarjonim qo'yi boray. Zafar kim deb o'ylagan, el xalqini o'ylagan. Zafarjonni ko'rganda osmondan nur taylagana, zafarlarga bir o'ynashmanga o'rtasiyan baylagana. Aytayotgan qo'shiq deya lentalariga joylagana. Ay gapga borasina, ay tog'dan qollar yeresina. Ay Zafarjon bilan kelinib yuzga kirib qarasina. Zafarjonning ishiga qadrdorasina. Hayranım Özbekistan devletim, yangiliklarga baylandı. Surxandar ya vatanım, cennet mekan joy bo'ldi, cennet mekan joy bo'ldi. Tadbirkorlar Zafarjon, ay intilganlar boy bo'ldi. Aytayotgan gaplarim telefonlarga joy bo'ldi. Har yildan baxshi keldi ya, har yildan mehmon keldi. Karvonlar ham qatnaydi ya, bugun bayram to'y bo'ldi ya. Sana sarayga kelganding, ko'zlari bir qamashar, qamarlagan qarashar. Ay terimiz ham jannat bo'ldi da, ko'rgan odam so'rashar. Ay ishbilarmon odamlar oriyat uchun kurashar. Ay bugun bayram, bugun to'ya, Surxonimga yarashar. Yurtboshimga ming rahmat, hurmat ayladi san'atni. Obod qildi el otdi. Qilayapmiz Zafar bilan Navruzda bir suhbat ya. Chaqirib keldim Zafarjon, Dino eldan Bekzotni. Tog'ay akam usta bo'lib qildi bizga xizmat ya. Bekzotjonim keldi da ya, berayikda navbat ya. Boşaydı ya, savsayagim qalqshaydi ya. Usta babam keldi ya, bugun terma boshlayin.
yolda çalıp kırdık yerimde bayram ya toylarına ulanar bakşıları küylese sazlandalar saz çalar usta baba sazlagan sazlarını çalaya Birden düşüp gazıya küllere çaykaladı usta babamın sazı leylek tayan kollarımda uçadı Alız bolsan ketayan domburamda şertayan Salkan derya yeniga buga terma betayan Domburanın davuşu Sırkan derya tağda şarkılla bilinar Usta babam sazları kolumga yetişti ya Cemirde bir görünür Bugün bayram toyları Sırkanımda başladı Ayda şovlar kılbedik Kuşağımız karşımızga Usta babaya koşuldu Arasıl başı halk başsızı Ay basar ustaz ezini ya Ay Xudayım aman kılsın Xudayım bir abad kıldı Sorxanның termizini ya Ay yana Bugün Navruz bayramda Qazanga oçaq qoyuldu Bola berin mehmanlar Türlü taham koyuldu Zafer geldi şu yaygaya muhlislarım jiyildi Ana yurtum güllasın Yangiliklarda mollasın Aşıbı yıldı ben Zafercanım Anneme yekse dikkanlar Dikkanını pıllasına Özbekistan'da yurt barmaya Xudayım özü kollasına Özbekistan'a kelganlar Ay törözümdü maqtaydı Sorxan daryana oysam var Uçar kuşlar toqtaydı Kervanlar aman bolsun Har yil atdan qatlaydı ya Osmanlarda ay barma Ustalardan tağay barma Tağaya kebirman qaran Samavarda çay barma ya Bizzat can oylab ko'ring O'zbekistonda joy barmaya Zafer canım kelibdi ya Bugün bayram to'y barmaya Rasul akam ham aysinda ya Telefonlarda joy barmaya Ay baxşı aytar termani Bulam Xudoning farmoni Shunday bayramga kelgan sira yo'qdir armoni ya Qobil farzand bo'larkan ota yana darmoni Keldik do'stlar har yerdan aytayikdir Bayramlar bo'layotir yurt boshimning farmoni ya Ay bundan ham obod bo'lsin da ya bundan ham to'lib toshsin da ya fermerlarning xirmalar Hadraslarni qalalar Aychilik o'ynaydi bolalar Gullar tog'ib keldi da Opa singil xalalar Bundan ham obod bo'lsin da ya shunday qo'rg'on qalalar Ay berman qarang Zafarjon Yeli xalqimiz aytayina urf-odatga berildi Mustaqillik sharafati Yo'ldan toshlar terildi O'lpirasim bo'ladi ya qizlar sochi o'rildi Shunday ona yurtimda Kakiliklar yaranlar Tovuslar ham kerildi ya Termiz eldan aytayina Baxshi maktab qurildi ya Ko'p kari bo'layotir Akiya tulpar otlar kishnaydi Çobaxonlar g'ayrat qilib takasini ushlaydi Bahadur degan Jalolova bu qizlardan mushlaydi
Şampiyon bo'lgan yigitlarim bayroqlarda ushlaydi ya. Nasib bo'lsa Surxondaryo yana do'stlar yashnaydi ya. Zafar yozib olgan bo'lsa bizga ham telefonga tashlaydi ya. Kuyla do'mbiram tarix, abriy bo'lsin yuqori, obod bo'lsin ro'zg'ori, keldi elimning bari. Yel baxtiga omon bo'lsin, yeli xalqing Zafariya. Aha yana ruxsat bersan Shavkatjon, endi joydan turayıq, sahnalarga borayıq, mehmonlarni ko'rayıq, rizqimizni aytayın, yurib yana yaranlar bu dunyoda tirayiga. Endi navbati tog'aya rotlataman birayga. Qo'y ko'pmi qo'y? Qo'y ko'p deb chiqdingizmi bu yoqqa endi? Kelinga nima deymiz kelinga? Kelinga ham ruxsat. Senda ham qo'y ko'pmi? Otam bor. Gap yo'q. Oti borlarga, qo'yi borlarga qolsak bo'lsa.
Shuning bilan bayram o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizga like, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qani, musofirda kuzatayotganlar bormi do'stlar, og'alar? Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Biz sizlar uchun chiroyli va ajoyib kontentlar olishda davom etamiz.